to'yda bolalarimizga ko'rsaman deb. Har kuni tushlarimda seni yoqimtoy ko'zlaringni ko'raman. Shirinim. Shirinim. Qoringiz ochmasmi, xaloskorim? O'zim oldingda bo'lganimda zo'r ovqatlar qilib berardim. Yaxshi dam oldingmi, prinsessam? Mani hayotimsiz. Sen meni mushukchamsan. To'ydan keyin mashina olasizmi? Ha, adamni Captiva'si bor oppoqqina. To'ydan keyin menga berar ekanlar. Birga aylanaveramiz. Voy, uyaltirmang. Dilshoda. Voy, oyim chaqirib o'tdilar. Bo'pti. Seni rosayam sog'indim. Ko'rgim kelyapti mittivoycham. Voy, mittivoyim demang, dilimni og'rityapsiz. To'ydan keyin esa Shahboz aka, bundoq erkak kishi degan ro'zg'orlikdan xabar olib turadi. Uyda go'sht qolmagan, piyot qolmagan, kartoshka, sabzi, tuxum, tovuq, qiyma, hech narsa yo'q. Qachon berasiz narsalarni? Bo'pti, yurib kelamiz. Nima yudingiz? Og'iz buncha hidlanibdi. Mana xotinjon korzinkaga keldik. Nima kerak bo'lsa olaver. Uf, birinchi siz og'zingizda muammosini hal qilaylik, qolgan narsalarni olamiz. Mana Shahbozga splat tish pastasi, splat tish shotkasi. Siz uchun zo'r yechim. Ketdi, endi boshqa narsalarni olamiz ro'zg'orimizga. Voy adajonisi, qarang, biram baxtlimiz aya. Gapirma onajonisi, biram baxtlimiz. Men gapiraman, siz gapirmang, hali ham tishingizni yumabsiz-a?